Va yana shu modelimiz 200lik radiatorlisi va endi rang, qizil rang, ko'k rang hamma rangida bor. Motor 200 kubaturali, kuzov razmeri 1.35 ga 2 metr, 1,5 tonna yuk ko'taradi. Пониженный скоростлari bor, radiomagnitofonlari bor. Пониженный скорости mana antifrizlisi. Buni bugungi kunda narxi 26 million so'm naqd pulga, kreditga 32 million so'm qilib beryapmiz. Va yana shu 200 kubaturalining воздушный охлажденияsi bilan Lifan motor radiomagnitofonlari, kuzov razmeri 1.35 ga 2 metrlik 200lik Lifan motor va bu radiomagnitofonlari bor, qo'shimcha o'rindiqlari bor, yuk ko'tarishi 1,5 tonna va пониженный скоростлari bor bunda ham. Mana shu qatordagilar hammasi военный rangdagisi ham, qizil rangdagisi ham 200 kubaturallikda воздушный охлажденияsi bilan narxiga kelsak $1900 yoki 24 million 700 ming so'mga berilyapti. Mana shu model 200liklarimiz. Va yanada eng yaxshi modellardan yana bittasi mana bu 220 ga 140 ligi 1 tonna 800 kilogramga moslashtirilgan mototsiklimiz, radiomagnitofoni bilan Lifan motor 250 kubaturalisi bu 250. Bugungi kunda buni ham narxi 26 million so'm va ko'k rangda, qizil rangda hamma ranglaridan bor. Mana пониженный скоросtlari bor 250 kubaturalini. Kuzov razmerini yana aytaman 1.40 ga 2.20 tilichkasini razmeri yoki kuzovini razmeri, qo'shimcha kaska, domkrat, balon kulishlar, futbolkalar beriladi. Mana shu modellarni, mana bu bir xil model, shuni 200ligi va 250ligi va radiatorlimiz. Hamma modelda radiatorlisi ham bor, radiatori yo'g'i ham bor. Ikki xil motordagi radiatorli va radiatorlari. 250likning ham radiatorlisi bor, radiatorsiz bor. Radiatorli antifriz bilan охлажденияsi. Tanlab ko'rib olishlaringiz mumkin, telefon qilishlaringiz mumkin. Bu modelimiz qo'shcha balon 250 kubaturali, vilkalar 90lik, 2,5 tonna yukka moslashtirilgan. 5 balon deydi yoki qo'sh balon deydi. 4 tonna yukni ham ko'taradi-ku, lekin 2,5 tonnaga испытание qilingan. Bular esa tog' balonlari 2 tonnaga moslashgan modellarimiz. Hamma rangdan bor, qizil, ko'k va endi rang. Buni razmeri 1.40 ga 2.20, 2 tonnaga moslashgan bu qatordagilar. Bu qo'sh balonimiz endiroq bo'ladi, 1.5 ga 2.20 bo'ladi. Обычный radiatorimiz 200lik radiatorlisi. Mana bu yerda yig'ilmagan ramalar va ehtiyot qismlari